Его называют shantajlik qilgan holatini ta'sir ma'noda men to'g'ri tushundim. Sababi ichkilik ta'sirida bo'lgandan keyin tabiiyki nima o'qiyotganini bilmaydi. Lekin bugun tarqalgan videosini to'g'ri tushunmadim. Men ham ichganman. Ya'ni bu qiz aytayaptiki, meni dugonalarim majburlab ichirib qo'yishdi. Dugonalarim orasida shunaqa jalablar ham bor. Men o'zim uchun to'g'riman degan gaplarni gapirdi. Va shu yerda menda savol paydo bo'lyapti. Nahotki bu qizda o'zini shaxsiy fikri yo'q bo'lsa, ya'ni dugonalarining kimligini, qanaqaligini bilib turib ular bilan dugona bo'lgan Nigina aybdormi? Suyganimsan, ichirib qo'ygan dugonalar aybdor. suyganimsan, Ya'ni biz bilamizki, qozonga yaqin yursak qora suybat degan gaplar bor. suyganimsan. Agar bu qiz Его o'z называют xohishi bilan самым shunaqa влиятельным yengil человеком tabiat hayot